Hop kirishkasini ochib oldik, mana shuna yerda loy bo'lib to'ladi, mana bo'lib. Musor bo'lib qirg'og'iga. Pastga qarab turgan hisobga mana yerdan. Shunga u ham mayli, u ham muammo emas. Mana o'sha plastmassa poycha bo'lib o'sha yorilishi kelib qolgan. Hozir shuni aytdim-da, plastmassani hozir suv qo'ygan-ku antifrizni. Lekin buni joyiga qo'yib chiroyli qilib qo'ygansiz, unaqa plastmassani tayi yorilib qolishi mumkin. Yorilib qolganda ham uni ikkilasangiz ham foydasi yo'q, qo'yaveradi. Masalan, patrubkani tayi. Xullas shunaqa plastmassalar ochayotganda mana shu yerga e'tibor berasizlar. Shuni egasi aytadi, hech qayerdan qo'ygan yo'q. Prosta ichini ochib tozalayvering deydi. Ochasizlar, yopib kelingda. Plastmassa chirib qolgan bo'lsa, yorilib qoladi. Xullas shunday muammo bo'ladi. Muammodan cho'chiydigan joyimiz yo'q. Sirasi alyumindan yasaveramiz, hech qanaqa o'ylanadigan joyimiz yo'q. 2 soatda tayyor bo'ladigan narsalar bor, problema bo'lgan taqdirda ham. Xudo xohlasa chiroyli qilib beramiz.